O'tgan safar siz bilan o'tgan safar siz bilan aktivlashtirish funksiyalari haqida gaplashib o'tdik. Umumiy qoidaga keladigan bo'lsak, sigmoid aktivlashtirish funksiyasi natija qatlamida yaxshi, chunki ehtimollikni beradi. Ya'ni oxirgi qatlamda ishlatsak, natija necha foiz ehtimollikda to'g'ri yo xatoligini chiqaradi. Teenage biroz eskiroq funksiya. Relu esa qolgan barcha berkitilgan qatlamlarda standart. Relu bilan umumiy qoidaga keladigan bo'lsak, Relu bilan ishni boshlang, oxirgi qatlamda sigmoid ishlating. Kod ko'rinishiga keladigan bo'lsak, bu PyTorch kutubxonasidan foydalanganman. Bunda NNN moduldan foydalanganman. Sequential, ya'ni o'sha neyron tarmoq, linear ikkita kiruvchi ma'lumot, to'rtta ikkinchi qatlamdagi to'rtta neyronga uzatilyapti. Keyin aktivlashtirish funksiyasi sifatida Relu ishlatilyapti. Keyin o'sha to'rtta hidden layerdagi neyron 3ta yana keyingi qatlamdagi hidden layerdagi neyronlarga uzatilmoqda. Undan keyin yana aktivlashtirish funksiyasi, undan keyin o'sha 3ta neyron natija chiqaryapti. Mana bu oxirgi natija, output layer. Va aktivlashtirish funksiyasi sifatida oxirgi qatlamda sigmoid ishlatyapmiz.